Assalamu alaikum, hurmatli mekandaşlar, qataluvchilar, amansizlarmi? Bugun 18-oktyabr Jalolobod жылқы базарын tatib ko'rsatamiz onlar. Sizlar kanalga qatallik bo'lsanizlar, kanalga qatalib, like'dan basib, yaxshi o'y fikrlarni kommentariyaga jazo ketasiz onlar. No, mingi emas ekan bu. Akam no mingiwi? Qanchada odasiz buni? Buni niye to'qoya geldiniz aka? 300 ming so'm bu. Sodanın bo'layotgan yerinden, qaynagan yerinden tatib ko'rsatamiz hozir. Qancha soda oldi akalar shu an? Boyağı ne deydi? Qancha? 100 degeningizga mi onu? Qancha asır ochapti buni? 40 tan mı o da? Sen bana kalsan bir şey tartışmayı var. 140 ga so'rab ochadi. Var mı ötürmez bana? Bu var mı ötürüsünde? Erteden verirler onlara. Bağ'ı qo'yib turib, ertadan beri 140 ga so'rab o'tadi deydi. 140 ming so'mga so'radi. Sulaymon boy kelib qolib turgan men yo'q. Yo Sulaymon. Bunu qunandı 93 ming so'mga soda qilib o'tishdi. Boyu 1.40 chamasında o'xshaydi. Avam bunu qancha berasiz? 130 ming. Onu da soda. Sen arzan satıp koyuyorsun, 2 insan ben verirsin. Eğer köyünüzden verirse arzan satı atam da koyuyorsunuz. Bunlar bugün özü bunlar konuşur. Bunları da 130'a geçerli buraya alıp bugün bunlar. Bugün aile diyor. Alıp gerek. 40 ga so'rab o'tasizmi o'shanda? 140 mingdan beri. Bering avash, ertadan beri 40 ekan qo'y. 2 ming berib o'tirdim aka. 1000 so'm bo'laver. 1000 so'm qo'yishamas ha? Bo'lsa bera bir 2 ming berib qo'y. 140 ming so'mga so'radi. Ha? Aqtulpar degan. Aqtulpar degan. Başka bağ bo'ladi. 140 ga abi qardan yo'q lan. Boşlanım sen, boşlanım. Men ham o'ylab qo'ying, ava. Nechida o'ylab qo'ying. Men ham ketmay izlab ko'ray. Aman azan satıldı. 90 ming so'm oldu. Can boş ekan bunaqa. Mana boy birelik var da biroq jashi qatan ekanda. 90 ming so'mga satıldı. 93 ga boya soda oladi. 93 ming so'mga satıldı. Nega olaman o kadar? Nega soda oldu hozir. Qaysi qanchaga soda oldi akalar? 205 ming so'm ba? Ikkita o'spirimga 205 ming so'm. Şunur var vaqtlar. 205 ming. No, to'rug'unandı 108 ming so'mga soda bo'lyapti razmerda. Xo'sh olsin deydi. 110 bu qancha ekan hozir ko'ramiz. Bundan mı bu aka? Yo'q, pishti bo'lib qoldi, jazg'a pishti bo'ldi. Jazg'a pishti bo'ldi. Hozir bundan-da. Qanchaga olsa berem dediniz aka, jarildingizmi? Ova, 115 bo'lsa berayin deb atam. Az qoldi turanda. Yo'q, 108 bermadi. Ha. 108 ming. Ye ukam, onda ye. Bering oldu. Qancha? 130. Yaxshi. Bozor so'ratavu?
Qancha sırıp atat? 105 qıltao ha? Aqtulp var ekan da bu yoqda. 105 ga sırıp atır bozor. Mayli palvon bozoring o'lsin. Bastırib qo'ychi. Ya bozor. Qashqa zo'rg'o qashqa. Qashqa joyinda ekan. Qancha bo'lyapti ekan bu? Qashqa qancha ekan qara qashqa? 200. Bozor qancha so'rayapti ekan? Qancha ye patolog? Kunan mı pişti bu aka? Pişti ha. Paroda mı ne paroda aka? %8'ge soda bo'lyapti. 110 bo'lib qolgandir hozir. %9 bo'lyapti. Qancha bo'ldi? Talay aka o'zingiz bitiribsiz-da. Qancha bo'ldi? 109 ming so'm. Sizga bersangiz bitmaydi-la. 109 ming so'mga sotildi. $109 ming so'm. Qunan. Yo, Joldoshbek aka. Qancha kanat? 300 görüp otasizmi? Bak torunu sattınız mı? 117 oldu, 16 mı? 17 oldu. Amandır aka at qancha? 200. Var bereket. Barter bo'lyapti. Qaysiga? Naryoqdan oldim. Onu minib turgan atqa qancha qaysiga? Boshma-boshmi? Yo'q, Tema anlaşma koyalım, düşünmeye kaldık. Qaysi qağan. Bunu jugöndü 6500 so'mga sotib olishdir. Ne alınçı? 6500 so'm bo'ldi. Zo'r jasalib turamiz. Bizdaysan eski. Noqsaqal jasabdir. Adres qayerda bo'ladi tava? Jugöndün? Adres Oktyabrskiyda. Oktyabrskiyda bo'ladi ekan. Okey. Zakaz menda jasaverasiz tava? Uka, menda uyda постоянно ikkita birdan bor zakaz. Bo'ldi aka. Olib, berib. Telefon nomerini aytib qo'ying ova. Men telefon qildim. Telefon qilmaysiz? Telefon qildim. Kapilga bormaydi. Evet, Oktyabrskiyda bo'ladi ekan. 6500 so'mga hozir birini sotdi. 7000 dan deyapti. Toza qayish. Bishkekdan qayish uka. Suluqni qayoqdan olgansiz suluqni? Sutni buni yerdan olaman. Shu yerdan-la. Qolgani polni qo'li bo'la. Buni shundan boshqasi bilmayman. Qaysi soda oldu akalar? Assalomu alaykum. Arterim, ne? Qaysi? Jashil ketdi. To'rat bolta o'shunda. Qancha oldi aka? Berdingizmi? Qancha berdingizlar? 2000. Bo'pti, oldim üstüne. Rolasizmi? Yengil satayın ha. Ya aka ondan o'ylab. Aytagan so'zni unutdim aka. Yo'q, yengil satayın mı?
Ya onda oldu ama öbür ayda gelen sözünü tuttun değil mi aga? Bir torap. Bu ikisi de gel. Ya aga dönme böyle. Doğru diyor. Çok adam ışındaklar hatta var gördünüz mü? Geçirme baba. Adamlar ışındaklar. Hamon da ne var? Sıra. Aga koyma. Cemil suradım aga. Aydakan unuttum beni. Not bu. Qancha oldu shunda? Ziver attı. Maraga bir vurup durup haq oldu. 77. Bunun şeyine yeni alalım. 177 mi? Yeni alalım. 177 ming so'm so'ralar. Şunu bırak da yapalım. Nerede çaval? Alsın aga.